Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum, Jamilaxon Hojiyona, yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Sog'omomisiz? Bugungi kun kayfiyatlari qanaqa, a'lomi? A'lo, albatta. Har doim a'lo bo'lsin. Sizni ayni damda bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Minnatdorman. Avvalambor bugungi shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Ro'za-yu Ramazon oylari ham muborak bo'lsin. Ushbu muborak kunda duoga ochib qilayotgan duolaringiz barchasi ijobat bo'lsin, ilohim. Rahmat, Allohga shukr. Doimo yaqinlar baxtiga har doim sog' va salomat bo'ling. 100 yoshlarga kirganingizda ham sizni mana shunday go'zal tabriklar bilan tabriklash ilohim nasib qilsin. Rahmat, singlim. Rahmat kattakon, minnatdormiz. Biz sizni ayni damda Telegram ijtimoiy tarmoqlarida o'z faoliyatini olib borayotgan yaqinlarimga tabriklarim loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Men shu loyiha boshlovchisi Larisaxon bo'laman. Siz bilan ayni daqiqalarda g'oyibona suhbatda bo'lib turibman. Rahmat. Bugun siz uchun siz tavallud topgan kun uchun yaqinlaringiz, mehribonlaringiz o'zlarining samimiy bo'lgan dilizxo'rlari bilan bizning loyihamizga murojaat qilishgan ekanlar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, inshaalloh shunday bo'lsin. Kim deb o'ylaysiz? Qalbida qaynoq, ezgu, samimiy, xolis niyatlari bilan o'zgacha bir uslubda kutilmagan qo'ng'iroq ostida sizni kim tabriklamoqda? Qaysi bir yaqin insoningizdan deb o'ylaysiz? Bobirjon o'g'lim bilan kelinim salomat kelinimdan deb o'ylayman. Albatta, taxminlar o'rinli, adashmadingiz. Onalarning ko'ngli har doim sezadi. Taxminlar o'rinli. Bizning loyihamizga onajonimiz uchun tabrikni eng zo'ri bo'lsin deya murojaat qilgan insonlar albatta mehribon bo'lgan o'g'lingiz Bobirjon Hoji aka hamda mehribon bo'lgan kelin qizingiz Salomatxon opalar bo'ladilar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. O'zlariday shirin farzandlar bersin Allohim. Martabalari ulug' bo'lsin. Nasib bo'lsa kelinim ham hajlarga borsin. Hoji aka o'g'lim bilan qo'shcha qarib, har doim mana shunday baxtli, saodatli bo'lib yursin. Umrlari uzoq bo'lsin, topganlariga Allohim baraka bersin. Ulardan men faxrlanaman. Judayam xursand bo'ldim. Allohim o'zi qo'llasin farzandlarimni, qizimni ham, salomat qizimni ham, o'g'limni ham.